yo'l ochishiga ishonamiz. O'zbekiston vaqti bilan dasturi davom etadi. Ko'rsatuv an'anasiga muvofiq ravishda har galgidek bizda suhbatdosh bor va ilk suhbatdoshimizni tanishtirib o'tsak. Drexel universiteti talabasi muhandislik yo'nalishi bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi stipendianti Bekzod Xolmurodov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Tong xayrli bo'lsin Bekzod. Yaxshi keldingizmi? Birgalikda bo'lsin, rahmat. Salomat bo'ling Bekzod. Mana shu bugungi suhbatimiz boshlashimizdan avval keling tomoshabinlarimizga o'zingizni yaqindan tanishtirib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Mening ismim Xolmurodov Bekzod. Birinchi o'rinda men aytmoqchi bo'laman, doim O'zbekiston farzandiman, ya'ni mustaqillikdan so'ng tug'ilgan. O'zbekistonda ta'lim oldim, bilim oldim. Undan so'ngra Amerika Qo'shma Shtatlarining Drexel universitetida El-yurt umidi fondi yordamida ta'lim olishga, mexanika muhandisligi yo'nalishi bo'yicha sazovor bo'ldim. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'nggi 4 yilda bilim oldim va o'sha bakalavr dasturini tugatdim va alohida bitta narsaga urg'u qilmoqchi edim. Amerika Qo'shma Shtatlarida men bilim olayotgan vaqtimda o'sha 1,5 yil to'liq stavkada Amerikaning eng yirik kompaniyasida Exelon energetika kompaniyasida, Exelon degan energetika kompaniyasida gaz engineering nuqtai nazaridan faoliyat olib bordim. Va shundan so'ngra yaqin kunlarda davlatimiz rahbari hurmatli Shavkat Miromonovich New Yorkka kelganlarida ular bilan suhbatlashishga va ular bilan diydorlashishga muvaffaq bo'ldim va ulardan taklif olganimdan so'ng O'zbekistonga qaytish kunlarim yaqin edi. Shuning uchun hozir O'zbekistonga yetib keldim. Xudo xohlasa shu haftadan ish boshlash niyatidaman. Befoyil. Zo'r. Bekzod, mana siz El-yurt umidi jamg'armasida tomonidan dunyoning nufuzli universitetida o'qish imkonini qo'lga kiritgansiz. Mana shu yo'l haqida gapirib bersangiz, hayotingizda qanday burilish yasadi bu? Aynan El-yurt umidi fondi stipendianti bo'lish butun dunyoda bilim olayotgan vatandoshlarimizdan birgina farqli tarafi bor. Bu to'g'ri, vatandoshlarimizga va biz tengi yoshlarga hozir alohida e'tibor berilyapti, lekin El-yurt umidi fondi stipendiantlarga alohida e'tibor bor. Ya'ni siz chet elda yurganingizda sizga nafaqat chet eldagi bilimlar yoki chet eldagi imkoniyatlar va eshiklar ochiladi, balki O'zbekiston hududidagi bo'lib turgan aktual muammolar va sizning fikrlaringiz tinglaniladi. Ya'ni bizda El-yurt umidi fondi stipendiant sifatida Amerikada o'qiyotganligimda doimiy tarzda har oy turli xil vazirliklar bilan, agentliklar bilan, ularning rahbarlari bilan suhbatlar bo'lar edi va ular to'g'ridan to'g'ri ochiq bizga muammolarini aytishardi, bugungi holdagi yutuqlari haqida biz bilan bo'lishar edi. Bizga shu O'zbekistondagi bo'layotgan muhitni u yoqda turib yetkazib berishar edi va alohida aytib o'tmoqchi edim va har bir biz bilan uchrashgan rahbarga rahmat aytmoqchi edim. Ular bizning fikrlarimizni tinglaganlari sabab biz o'zimiz ustimizda yanada ko'proq ishlar edik. Ya'ni bizda o'zimizda savol bo'ladi. Ular hozir bizdan qanaqangidir umid bilan nimadir kutishyapti. Biz o'z ustimizda ishlab, agar ularga to'g'ri, masalan, davlatimiz to'g'ri investitsiya bizga kiritayotganligini isbotlay olmasak, biz yuzimiz yerga qaraydi deb o'zimiz ustimizda yanada ko'proq ishlashga undar edi. Mana Bekzod, qarang, biroz avval o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz va biz ham bilamiz, bundan xabardormiz. Drexel universiteti muhandislik yo'nalishini tanlagansiz va bunga nima sabab bo'lgan? Buning ostida qanday orzu yoki maqsadlaringiz yotibdi? To'g'risini aytganda, muhandislik sohasi, nimaga aynan muhandislik sohasi menga qiziq? Chunki muhandislik bugungi kunda eng chegara bilmaydigan va kelajagi xatar ostida bo'lmagan sohalardan biri deb hisoblayman. Ya'ni o'sha kirib kelayotgan AI tizimlari deymiz, sun'iy intellekt juda ko'p sohalarni o'rnini bosishi mumkin, lekin muhandislar aynan bugungi kungacha qilib kelgan ishni va bundan bu yog'iga qiladigan ishni qila olmaydi deb o'ylayman. Doimo menda matematika, fizika yo'nalishida qiziqish katta bo'lgan va bu bilimlarni qayerga sarflashni maslahat so'raganimda menga injiniring sohasida o'qishimni va ishlashimni taklif etishgan va aynan shuning uchun menda El-yurt umidi fondini suhbat jarayoni bo'layotganida aynan shu savol so'ralganda men qanaqa javob berganman? To'g'ri, men
SSR tarqagan vaqtida hali tug'ilmagan bo'lganman, lekin o'sha vaqtdagi menda bitta armon bor. Bizda Chkalov zavodi bo'lgan aviasozlik bo'yicha, ya'ni bizda o'sha butun SSRda va butun dunyoda eng ilg'or bo'lgan samolyotlar qurilgan, lekin o'sha bizda injenerlar yetmaganligi sababli o'sha Chkalov zavodi bizda yopilib ketgan. Va bunaqangi xatolarni ayniqsa mana shuncha bizga e'tibor va shuncha imkoniyatlar berilayotganda kelajakda qaytarilmasligi ga o'z hissamni qo'shish uchun aynan injiniring sohasini tanlaganman. Tushunarli. Siz bilamiz, amaliyot o'tagan gaz va energiya kompaniyalari AQShning eng yirik kompaniyalaridan biri hisoblanadi. Endi mana shu amaliyot davomida siz aytingchi, qaysi yo'nalishlarni, qaysi mana shu tizimlarni O'zbekiston energiya tizimiga joriy qilsa bo'ladi? O'zbekiston energetika sistemasida men to'g'risini aytganda bugungi kundagi bizdagi bor imkoniyatlardan to'g'ri foydalanilyapti deb o'ylayman. Ya'ni jahondagi yoki masalan o'sha Amerikadagi men tajriba orttirgan kompaniyaning kapitalizatsiyasi yuqoriroq bo'lganligi uchun va moliyaviy imkoniyatlari kengroq bo'lganligi uchun ular masalan tez tizimlarni yangilashi yoki o'zgartirishi mumkin-da, lekin bizdagi o'sha kichik yoki nisbatan kichikroq bo'lgan moliyaviy imkoniyatlar bizlarni qo'shimcha injenerlikka talab qiladi-da. Ya'ni biz bir tizimdan o'zining masalan yaroqlilik muddatidan sal ko'proq foydalanishga harakat qilamiz, chunki moliyaviy imkoniyatlarimiz sal cheklangan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bizdagi mana shu injenerlar o'z ustida ishlashni davom etsalar, birgina narsani men Amerikadagi o'sha ishlagan kompaniyamda ham angladim. Hech qanaqangi wow degan joyi yo'q hech qayoqda. Ya'ni har bir inson qilgan ishni inson qiladi va kitobda bor bilimlar O'zbekistondagi injenerlarda ham bor-da. U yerda masalan ular qilayotgan nimadir ishni biznikilar qilmayapti deb ayta olmaymiz. Shunchaki ularning tizimlari o'sha 100 yillab davomida tuzib kelingan. Ularning shaharlari masalan yuzlab yillardan beri bor. Shuning uchun ularning tizimlari sal ko'proq masalan tizimlashtirilgan yoki yetukroq darajaga olib kelingan, lekin bugungi kundagi men qaytadan aytaman, aynan mana shu energetika vazirimiz ham bizning suhbatimiz bo'lgan va u yerda olayotgan bizdagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ham bu sohada juda kuchli ketyapmiz. Va tan olishimiz kerakki, mustaqil bo'lganimizga hali uncha ko'p vaqt bo'lgani yo'q. 34 yil ichida bu juda ham katta natija va O'zbekiston rivojlanib o'sib borayotgan mamlakat qatoridan joy olgan. Va endi shu o'rinda savol, global energetika bozorida ishlash sizga nimalar berdi, nimalarni o'rgandingiz, nima esda qolarli bo'ldi-yu, nima sizni hayratga soldi? Hayratga solganligi va men shuni haligacha anglay olmayapman, bu yoki mening yoshligimmi yoki haqiqatda shunaqami, xuddiki tizim va inson o'z ustida ishlaydigan bo'lsa, inson qilgan ishni inson qilishligi, ya'ni qanaqangidir men kutgan darajadagi wow taassurot bu sohada ayniqsa bo'lmadi-da. Ya'ni masalan o'sha kitobda biz o'rgangan va ko'rgan bilimlarimiz to'g'ridan to'g'ri masalan ishlatilyapti-da. Ya'ni biz energetika sohasida simlar orqali elektr energiyasini qanaqa yetkazib berishni o'rganadigan bo'lsak, xuddi shunaqa tarzda bu yoqda kompaniyalarning ichida o'zlarining yo'riqnomalari bor, lekin men ishonaman O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Va o'sha yo'riqnomalarga qarab u yerda ish davom etilyapti-da va o'sha men uchun eng katta wow bo'lgan nuqta. Undan tashqari menga o'sha energetika sohasida aynan ishlash va injener bo'lishning bir qiziq tarafi nimada ekan, bu siz kundalik tarzda qiladigan qarorlaringiz nafaqat sizga faqat injener nuqtai nazaridan, balki uning ketidan keladigan barcha yuristlar uchun, moliyachilar uchun ulkan bir o'zgarishlar qilib yuborishligi mumkin. Ya'ni siz hech qaysi kun o'zingizga qanaqangidir mayli bugun dam ola olaman, bugun qaror qilmasam bo'lmaydi, ya'ni qaror qilmasam ham bo'laveradi deya olmaysiz. Ya'ni sizdan har kun yechimlar kutiladi va
bu nafaqat sizdan, balki siz qiladigan qarorlar ketidan moliyachilarga, yuristlarga ish yaratib beradi. Men har doim aytib kelaman, injenerlar bu barchaga shart-sharoit yaratib beriladigan shaxslar. Ya'ni biz ham mana shu yerda o'tiribmiz, mana shu ko'rayotgan stollarimiz, o'tirgan binolarimiz, berilayotgan elektr energiyalar barchasi biz shu darajada bularga o'rganib qoldikki va bu haqida o'ylamaymiz. Lekin barchasining ortida minglab injenerlarning mehnatlari va ularning yechimlari yotibdi. Shu yoshda juda ham katta natija Nargiza, ularga havasim kelyapti. O'ta mas'uliyatli ish. Ha. Davlatimiz rahbari bilan bo'lgan uchrashuvda sizning vatanda ishlashni xohlayman degan so'zlaringiz yurakdan chiqqani sezildi. Bu qarorga nima turtki bo'ldi? To'g'risini aytaman, yaqinda ham bir yaqin insonimizdan maslahat va ularning fikrlarini oldim va shunaqangi maslahatgo'ylar ko'p bo'lgan. Ya'ni biz bilamiz, Alisher Navoiy bobomizning ustozlari bo'lgan. Jomiy degan. Va Alisher Navoiy bobomiz bilamiz, butun umr o'sha ilm fan bilan mashg'ul bo'lganlar, lekin o'sha orada ular davlat siyosati bo'yicha ham ishlaganlar, bosh vazir bo'lgan va o'sha qiynalgan vaqtida ustozlariga borib maslahat so'ragan. Men aynan mana shu bosh vazirlik nuqtai nazarida ishlayotganligimda qiyinchilikka duch kelyapman. Men o'sha har kuni ko'proq ishlayapman o'z ustimda yoki masalan muammolar ko'p, men qiynalyapman. Ilm fanga qaytsam deb o'ylayapman deganda o'sha Jomiy ustozi aytgan, vatanga xizmat qilish va aynan mana shu xalq uchun ishlash bu xuddi shunaqa, ya'ni ilm fan yo'lida ishlayotganlar yoki masalan ruhiy yo'nalishda islom bo'yicha ishlayotganlar bilan bir xil va o'shandan balkim ko'proq degan savobli bu ham. Savobli ish deganlar. O'sha fikr menga hozirgi kunda kuch va energiya beradi. Nimaga? Chunki haqiqatda masalan menda bilim bor, imkoniyat bor, nimaga men xalqimga yordam bermasligim kerak va shunaqa savobli ishdan quruq qolishim kerak. Va aynan shu yerda uchrashuvdan so'ng sizga energetika tizimidan lavozim taklif qilingan. Keling shu lahzani bir eslab olsak. Qanday lavozim edi va siz nima dedingiz? Hurmatli prezidentimizga men o'sha bergan imkoniyatlari uchun va mana shu El-yurt umidi fondi stipendiant sifatida berilayotgan e'tibor uchun birinchi o'rinda tashakkur aytgan edim va qaysi kompaniyada ishlaganligim, o'qigan yo'nalishimni aytganimda ular mendan to'g'ridan-to'g'ri birdaniga so'radi. Qayerga qaytyapsan O'zbekistonga dedi. Men ularga aytdim, menda 3 ta taklif bor bugungi kunda dedim. Olmaliq metalurgiya kombinatidan, energetika vazirligidan va geologiya vazirligidan taklif bor. Lekin hurmatli prezident dedim, to'g'risini aytganda men tekinga ishlashga tayyorman, lekin aynan qaysi sohada meni foydam ko'proq tegishini bila olmayapman degan edim. Va shu yerda ular menga qanaqangidir mana shu yerga bor deb majburiy vazifa bermadilarda, maslahat berdi. Va bu alohida, bilasizmi, o'sib kelayotgan inson sifatida menga ularni nafaqat davlatimiz rahbari, balki ustozim sifatida ko'rishga yordam berdi va ular aytdiki, geologiya sohasida san bizga juda ko'p yordam bera olasan. Mana shu oxirgi kunda chiqayotgan yangiliklardan ham xalqimiz bilsa kerak. Bizda gaz konlari ochilyapti va Xudo xohlasa o'sha geologiya sohasida o'z bilimlarimni orttirib vatanimizga xizmat qilishga bel bog'lab turibman hozirgi kunda. Juda ham ajoyib. Behzod, mana biz bilamiz, El-yurt umidi jamg'armasi sizga nafaqat ta'lim, balki ishonchni ham sovg'a qilganini his qilasizmi? Bu ishonchni qanday oqlamoqchisiz? Kelajakdagi maqsadlar, rejalar qanday? Kelajakdagi maqsad rejalar mana shu aytib turganimday, vatanimizga xizmat qilish, xalqimizga foydali bo'lish. To'g'risini aytganda ich-ichimdan his qilaman va hurmatli prezidentimizga ham aytgandim, bu ozgina bir xillarga kulguli bo'lishi mumkin, lekin menda haqiqatan ichimdan shunaqa minnatdorchilik bor. Xalqimizda bir kun tuzini yegan joyga 40 kun salom ber degan joy bor. Xuddi shunday. Va El-yurt umidi fondi stipendiant sifatida biz bir kun tuzlarini yemadik xalqimizni, ularning
ishonchini, ularning masalan soliqlar to'lagan Bu katta mas'uliyat. mablag'lari orqali biz ta'lim oldik va bu mas'uliyatni to'g'ridan to'g'ri his qilamiz. Shuning uchun u yoqda o'qiyotganligimizda ham, bu yoqda mehnat qilayotgan vaqtimizda ham albatta miyamizda turadi oddiy bir shifokor, oddiy bir haydovchi to'lagan soliqlari hisobiga o'qiganligimiz va ularga biz o'zimiz mehnatimiz orqali, o'zimizni qanaqangidir olib kiradigan yangiliklarimiz orqali hayotlarini yengillashtirib berishimiz kerak va osonlashtirib va ularga yangi imkoniyatlar, yangi sharoitlar yaratib berish ustida mehnat qilamiz. Aytib o'tgan boya butun suhbatda aytayotganligimizdek, injener sifatida ularga sharoit yaratib berish, to'g'risini aytganda to'g'ri moliyachilar masalan qanaqangidir imkoniyatlar beradi, lekin moliya berilganda ham injenerlar ularga sharoit yaratadi-da. Shuning uchun ularga astoydil, chin dildan sharoit yaratib berishga xizmat qilmoqchiman. Begzod, samimiy suhbat uchun sizga rahmat. 22 yoshli Begzod barcha yoshlarimizga, barcha bizni ko'rib turgan fuqarolarimizga, barcha o'g'il-qizlarimizga o'rnak bo'lishiga biz albatta ishonamiz. Kelganingiz uchun rahmat. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Eslatib o'tamiz, bugungi dasturimizning ilk suhbatdoshi Drexel universiteti talabasi muhandislik yo'nalishi bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi stipendianti Begzod Xolmurodov bo'ldi. So'nggi yillarda Andijon